Sure Duhan tercümesi birinci ayetten başlayıp okuyayımız inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayayım. Hamim. Rojen Kur'an ayetleri bil. Kur'an bilen kasem kılımen. Biz Kur'an'ı hakikaten mübarek keçide, yani Şebi Kadir'de nazil kıldık. Biz hakikaten insanlarını Kur'an bilen agahlandırgıcı bulduk. U keçide her bir hikmetlik, yani hikmetinin takazzası boyunca kılıngan iş, yani bendilerinin rızkı, acili ve başka ahvali ayrılıdı. Şu kecha takdir kılıngan işlarning hammasi bizning dergahimizden bo'lgan ishdir. Biz hakikaten insonlarga payg'ambarlarni avatkichi bo'ldik. Şu Rabbingning rahmetidandir. U hakikaten bendilerning so'zlarini anglab turg'uchidir, ahvolini bilib turg'uchidir. Agar sizlar haqiqiy ishonguchi bo'lsanglar, u osmonlarning, zaminning va ularning orasidagi narsalarning Rabbidir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. U o'likni terildira oladi. Terikning jinini ola oladi. U sizlarning Rabbinglardir. Ilgiriki ota bovanglarning Rabbidir. Undaq emas. Ya'ni ular haqiqiy ishonguchi emas. Belki ular qiyomatdan shakti bo'lib, haqni istihzo qilib o'ynaydi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sen osmon hamma odam ochiq ko'radigan tutunni keltiradigan kunda ularga bo'ladigan azobni kutgin. U tutun kishilarni o'rib oladi. Bu qattiq azobdir. Ular Rabbimiz bizden azabını kötürüp etken, biz hakikaten iman keltirgüchidirmiz deydi. Azap kötürülüp ketkende ular qandaqmı ibret alsın? Halbuki ularga roşan peygamber keldi. Şundaq turuqliq ular iman etmedi. Andın ular uningdan yüz ördü ve u ügitilgen, yani Kur'an'ni kishilardan ügengendir, mecnundur dedi. Biz hakikaten azapni sizlardan azgın vaqt kötürüp etimiz. Andın sizlar hakikaten ilgiriki kafirlik altınglarga qaytib olasizlar. Ularni qattiq tutgan kunimizda cho'qim jazolaymiz. Ulardan ilgiri biz hakikaten Firavunning qavmini sinadik. Ularga esil bir payg'ambar keldi. Musa ularga aytdi: "Mana Allohning bandilarini, ya'ni Bani Isroilni topshirib beringlar. Men sizlarga hakikaten ishonchli payg'ambar. Allohga takabburlik qilmanglar. Men sizlarga hakikaten ro'shan mo'jiza bilan keldim. Men hakikaten mening Rabbim ve sizlarning Rabbinglarga sig'inib, sizlarning meni o'ltirishinglardan panoh tilayman. Agar menga iymon keltirmasanglar, meni o'z holimga qo'yib o'tinglar." Musa Rabbiga: "Bular gunohkor qavmdir" deb duo qildi. Allah aytdi: "Mening bandilarimni kechida elib chiqib ketgan. Sizlar hakikaten qo'g'lanisizlar. Dengizni tip-tinch, ya'ni sen o'tib bo'lgandan keyin quruq holati bo'yicha qo'ygan. Ular hakikaten g'arq qiling'ichi qo'shindir. Ular g'arq bo'lib nurg'un bog'larni, buloqlarni, ziroatlarni, chiroyli joylarni qoldirdi. Ular bahriman bo'layotgan ne'matlarni qoldirdi. Shunday qilib ularni boshqalarga, ya'ni Bani Isroilga miros qilib berdik.
Ulağa osmonmi, zaminmi yig'limidi. Ulağa mühletmi berilmidi. Şek şübhisizki biz İsrail avladını har qılğıcı azapdan, Fir'aun azabıdan qutquzduq. Fir'aun haqiqatan mutakabbir idi. Haddidan aşqıçılardan idi. Ularni bilib turib, öz zamanidagi jahon ahlidan ortiq qildik. Ularga, ya'ni tafakkur qilg'uvchilarga ro'shan sinoq bor nurg'un mo'jizalarni ato qildik. Bular, ya'ni Quraysh kuffarlari cho'qim aytidi. Faqat birli qitim o'limiz, qayta terilmaymiz. Agar oxirat bor degan so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, bizning ota-bobolarimizni terildirib akilib beqinglar. Ular, ya'ni mushriklar kuchlikmi yoki Tubba qavmimi? Ulardan ilgari o'tgan nurg'un qavmlarni halok qildik. Chunki ular gunohkor edi. Osmonlarni, zaminni va ularning orasidagi narsalarni o'ynab, ya'ni bekorga yaratganimiz yo'q. Ularni biz faqat haq yaratdik. Va lekin ularning to'lisi buni bilmaydi. Batıl bilan haqni ayıradigan kun, ya'ni qiyomat kuni insonlarning hammasining hisobi uchuq tayinlangan vaqtdir. U kunda do'stga hech narsaga asqatmaydi. Ular yordamga erisholmaydi. Faqat Alloh rahmat qilgan kishi buningdan mustasno. Alloh haqiqatan g'olibdir, nihoyatda mehribondir. Zaqqum daraxi haqiqatan gunohkorlarning tamuqidir. U eritilgan misdek qiziqdir. U qo'soqlarda qaynoq suvdek qaynaydi. Do'zaxga muakkal farishtalarga uni tutib so'rab, do'zaxning o'ttirsig'iga ilib beringlar, ondan uning beshiga qaynoq suv quyib azoblanglar deyiladi. Onunğa xarlash va masxir qilish yuzidan bu azobni tetig'in, sen haqiqatan izzatli ulug' zot eding. Bu azob haqiqatan hayot vaqtinglarda sizlar sheklangan narsadir deyiladi. Taqvodorlar haqiqatan bexatar joyda bo'ladi. Bog'larda, buloqlarning orasida bo'ladi. Ular qilin yupqa ipak kiyimlarni kiyib bir-biriga qarab o'ltirishdi. Ularni turli hurmatlar bilan mushundoq ikrom qildik. Shehla ko'zlik hurlarni ularga jup qilamiz. Ular jannatda mayda ig'irlashish va kasalliklardan amin bo'lgan holda xizmatchilardan hamma mevalarni keltirishni talab qiladi. Ular jannatda mayda ig'irlashish va kasalliklardan amin bo'lgan holda xizmatchilardan hamma mevalarni keltirishni talab qiladi. Ular ilgiriki, ya'ni dunyodagi o'limdan boshqa jannatda hech qanday o'limni tetimaydi. Alloh ularni do'zax azobidan saqlaydi. Bu Rabbingning marhamatidandir. Bu zo'r muvaffaqiyatdir. Ularning va'zi nasihat elish uchun Qur'onni sening tiling bilan osonlashtirib berdik. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularga tushunadigan azobni kutgin. Ularga tushadigan azobni kutgin. Shubhisizki, ular sening halok bo'lishingni kutkichidir.